Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning yaqinlari. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan keyingi indeksatsiya, pensiya va nafaqalarning yangi summalari. Kim qancha olishi mumkin? Kimning puli avtomatik oshadi? Kim esa hujjatlarini tekshirtirishi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, bobo-buvimiz. Nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan bolalar bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat umumiy gaplarni emas, amaliy misollar, xatolar, e'tibor beriladigan joylar va qadam-ba-qadam nima qilish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi tushuntirishlar sizga pulingizni to'g'ri hisoblatish va huquqingizni talab qilishda yordam beradi. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya degani pensiya yoki nafaqa miqdori davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirilishi, ya'ni avvalgi summaga nisbatan yangi koeffitsient yoki foiz qo'llanilishi degani. Buning sababi nimada? Narxlar o'zgaradi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar, transport va kundalik ehtiyoj xarajatlari oshib boradi. Pensionerning daromadi esa ko'pincha bitta manbaga, ya'ni pensiyaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun indeksatsiya oddiy qo'shimcha emas, balki ijtimoiy himoya mexanizmi hisoblanadi. Oldin qanday edi? Oldin pensionerlar ko'pincha farmon yoki qaror e'lon qilinganini eshitishardi. Lekin aniq qancha qo'shilishi, qaysi sanadan hisoblanishi, plastik kartaga qachon tushishi, kimga to'liq, kimga qisman tegishi ko'p odam uchun noaniq qolardi. Ba'zan odamlar hammaning pensiyasi bir xil oshadimi deb o'ylaydi. Yo'q, odatda oshirish foiz asosida bo'lsa, kimning pensiyasi avval ko'proq bo'lsa, qo'shimcha ham ko'proq bo'ladi. Agar belgilangan eng kam pensiya, bazaviy miqdor yoki ayrim nafaqa turlari oshirilsa, unda past miqdorda oluvchilar uchun ta'sir boshqacha bo'lishi mumkin. Endi nima o'zgardi? 1 avgustdan keyin indeksatsiya qo'llanganda asosiy savol shunday bo'ladi. Mening hozir olayotgan pensiyam yangi tartib bo'yicha qayta hisoblandimi yoki yo'qmi? Bu yerda hamma uchun bitta muhim qoida bor. Agar oshirish rasmiy tartibda belgilangan bo'lsa, ko'pchilik pensionerga summa avtomatik qayta hisoblanadi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozib yurishi shart bo'lmasligi mumkin. Lekin amaliyotda ayrim holatlarda odam o'z ma'lumotlarini tekshirtirmasa, kamroq olib qolishi, qo'shimcha huquqi borligini bilmasligi yoki eski hujjatlar sabab to'lov kechikishi mumkin. Endi kimlar nimalarni bilish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Men avvalo yoshga doir pensiya oluvchilar haqida gapiraman. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz odatda ish staji, ish haqi bo'yicha hisoblangan bazaviy ko'rsatkichlar, mavjud qo'shimchalar va qonunda belgilangan ustamalar asosida shakllangan bo'ladi. Indeksatsiya kelganda mana shu umumiy miqdorga oshirish qo'llanadi yoki tegishli tarkibiy qismlar qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, bir pensioner hozir 1.200.000 so'm olayotgan bo'lsin. Agar indeksatsiya shartli ravishda 10% bo'lsa, oddiy hisobda qo'shimcha 1.20.000 so'm chiqadi va yangi summa 1.320.000 so'm atrofida bo'ladi. Lekin men atrofida deyapman. Chunki real hisob-kitobda pensiya tarkibida kompensatsiya, ustama, eng kam miqdorgacha yetkazish kabi bandlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam faqat kalkulyator bilan ko'paytirib, menga aniq shuncha tushish kerak deb xulosa qilmasligi kerak. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi yoki tegishli xizmat orqali o'z hisob-kitob varaqangizni tekshirtirish. Ikkinchi misol. Bir opa takkasi 80.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsin. U kishi bozorda eng ko'p nimalarga pul sarflaydi? Non, yog', go'sht, dori, elektr, gaz, telefon, yo'l haqi. Agar pensiyasi 10% oshsa, qo'shimcha takkasi 5.000 so'm bo'ladi. Bu juda katta pul bo'lmasligi mumkin, lekin dori oladigan odam uchun bir haftalik muhim xarajatni yopishi mumkin. Shu sababli past pensiya oluvchilar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Yangi summa tushdimi? To'liq tushdimi? Qarzdorlik yoki ushlab qolish bo'ldimi? Kartada yoki pochta orqali kechikish bormi? Bularni tekshirish zarur. Uchinchi misol. Bir aka 2.500.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsa, xuddi shunday foizli oshirishda qo'shimcha 2.5 so'm bo'lishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Foiz bir xil bo'lsa ham puldagi farq har xil chiqadi. Shuning uchun ayrim odamlar qo'shnimga 200.000 qo'shildi, menga 90.000 qo'shildi. Demak, xato deb o'ylaydi. Har doim ham xato emas. Sababi boshlang'ich pensiya miqdori, ish staji, hujjatlar, pensiya turi, ustamalar har xil bo'ladi. Endi nogironlik pensiyasi
va nogironlik nafaqasi oluvchilar haqida gapiraman. Bu yerda ham muhim farq bor. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda mehnat staji va sug'urta asosidagi to'lovlarga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa ayrim holatlarda davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy yordam sifatida tayinlanadi. Nogironlik guruhi, tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi va hujjatlarning amal qilish muddati juda muhim. Agar sizning nogironlik hujjatingiz muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tishingiz kerak bo'lsa, indeksatsiya bo'yicha to'lovlaringizda kechikish yoki to'xtash holati yuzaga kelishi mumkin. Bunda odam indeksatsiya menga tegmadi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo tibbiy hujjatning yangilanmaganda bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini oladigan oilalar ham diqqatli bo'lishi kerak. Masalan, ota vafot etgan, farzandlari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Bunda bolalarning yoshi, o'qishi, kunduzgi ta'limda ekanligi oiladagi oluvchilar soni muhim. 1 avgustdan keyin indeksatsiya bo'lsa, umumiy summa oshishi mumkin. Lekin agar bola 18 yoshga to'lgan bo'lsa, o'qish haqida ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun talabalar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsni tasdiqlovchi hujjat va bank rekvizitlari tartibda bo'lishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Men birinchi navbatda 3 guruhga e'tibor qarataman. Birinchisi pensiyasi yoki nafaqasi juda past bo'lganlar. Chunki ular eng kam miqdorlar, ustamalar va kompensatsiyalar hisobida xatoga ko'proq duch kelishi mumkin. Ikkinchisi yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Chunki yangi tayinlangan pensiyada eski ish haqi ma'lumotlari, staj hujjatlari, arxivdan kelgan ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Uchinchisi bir necha turdagi ijtimoiy to'lov oladiganlar. Masalan, pensiya ustiga parvarish puli, nogironlik bilan bog'liq yordam, kommunal kompensatsiya yoki boshqa ustama olayotganlar. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz muntazam tushib turgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa va siz oxirgi oylarda hech qanday qayta rasmiylashtirish jarayonida bo'lmasangiz, odatda indeksatsiya avtomatik ko'rinadi. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki xato kam uchrasa ham butunlay yo'q emas. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. 1 avgustdan kuchga kiradi degani, hamma 1 avgust kuni ertalab plastik kartasida yangi summani ko'radi degani emas. Bank operatsiyalari, to'lov reyestrlari, pochta orqali yetkazish jadvali, bayram yoki dam olish kunlari sabab pul bir necha kun farq bilan tushishi mumkin. Shuning uchun birinchi kuni pul tushmasa, darhol vahima qilish kerak emas. Lekin oy o'rtasiga borib ham yangi summa ko'rinmasa tekshirtirish lozim. Ikkinchi nozik jihat, ayrim ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, aliment sud qarori bo'yicha qarzdorlik, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish, bank kreditlari bo'yicha avtomatik yechimlar bo'lsa, odam pensiya oshganini ko'rmasligi mumkin. Aslida pensiya oshgan, lekin qo'shimcha pulning bir qismi ushlab qolingan bo'lishi ehtimol. Bunday holatda pensioner bankdan ham, pensiya bo'limidan ham alohida ma'lumot olish kerak. Chunki bank kartaga tushgan summani ko'rsatadi. Pensiya organi esa hisoblangan summani ko'rsatadi. Farq aynan ushlab qolishda aniqlanadi. Uchinchi nozik jihat, plastik karta muddati. Juda ko'p pensionerlar kartaning amal qilish muddati tugab qolganini vaqtida bilmaydi. Pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmasa, pul tushishi kechikadi yoki bankda qaytarilish holati bo'lishi mumkin. Ayniqsa qishloq joylarda pensiya kelmadi degan shikoyatlarning bir qismi karta yoki bank rekviziti bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun kartangizning old tomonidagi amal qilish muddatini ko'ring. Bank ilovasiga kira olsangiz tekshiring, kerak bo'lsa bank filialiga boring. 4-chi nozik jihat, yashash manzili va pochta orqali olish. Agar siz pensiyani pochta orqali olsangiz, indeksatsiyadan keyingi yangi summa pochta jadvali bo'yicha keladi. Manzil o'zgargan bo'lsa, mahalla yoki tegishli organlarda ro'yxat yangilanmagan bo'lsa, yetkazishda muammo bo'lishi mumkin. Agar siz vaqtincha boshqa farzandingiznikida yashayotgan bo'lsangiz, lekin pensiya eski manzilga kelayotgan bo'lsa, buni oldindan tartibga solish kerak. Aks holda pul hisoblangan bo'lsa ham olish jarayoni cho'ziladi. 5-chi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi odamlar men ishlayapman, menga oshmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas pensiya turiga. Amalda qonunchilikka
va to'lov tartibiga qarab ishlayotgan pensionerga ham indeksatsiya tegishi mumkin. Lekin ishlayotgan pensionerlar uchun daromad mehnat shartnomasi, soliq va pensiya tizimidagi ma'lumotlar muhim. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizning ma'lumotlaringizni to'g'ri topshirganmi? Staj va ish haqi bo'yicha ma'lumotlar tizimda aks etganmi? Shuni tekshirtiring. Ayniqsa pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etayotganlar keyingi qayta hisoblash huquqlarini bilib qo'yishi kerak. 6-nozik jihat hamma bir xil summa oladi degan noto'g'ri tushuncha. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki eng ko'p janjal shu joydan chiqadi. Qo'shningiz 1 million 600 ming so'm olsa, siz 1 million 7 ming so'm olsangiz, bu avtomatik ravishda adolatsizlik degani emas. Kimningdir ish staji 35 yil, kimnikidir 15 yil. Kimdir yuqori maosh bilan ishlagan, kimdir rasmiy ish staji ham bo'lgan. Kimdir qo'shimcha ustama oladi, kimdir olmaydi. Demak, taqqoslash faqat umumiy taxmin beradi, lekin yakuniy xulosa bermaydi. 7-nozik jihat, eski hujjatlar. Sovet davridagi mehnat daftarshalari, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari, ish haqi ma'lumotnomalari to'liq bo'lmasa, pensiya avval ham kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya faqat mavjud hisobni oshiradi, lekin noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan stajni o'zi avtomatik top bermaydi. Masalan, bir kishi 30 yil ishlagan, lekin tizimda 24 yil tasdiqlangan bo'lsa, pensiya 24 yil asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya kelganda ham shu 24 yil asosidagi summa oshadi. Shuning uchun men doim aytaman, pensiyani oshirishni kutish bilan birga asosiy hisob-kitob to'g'riligini ham tekshirish kerak. 8-nozik jihat, yangi pensiyaga chiqqanlar va qayta hisoblash. Agar siz 1 avgustga yaqin pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, 1-oyda eski va yangi tartib aralash ko'rinishi mumkin. Masalan, iyul oyining bir qismi eski miqdorda, avgustdan keyingi qismi yangi miqdorda hisoblanadi. Bu holatda kartaga tushgan summa odatdagidan boshqacha bo'lishi mumkin. Buni xato deb baholashdan oldin qaysi davr uchun qancha hisoblanganini so'rash kerak. 9-nozik jihat, vafot etgan pensionerning oilasi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning oila a'zolari ayrim hollarda olinmay qolgan pensiya summasi, dafn puli yoki boshqa to'lovlar bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Indeksatsiya davriga yaqin vafot holatlari bo'lsa, qaysi kungacha pensiya hisoblangan, qaysi oy uchun to'langan, ortiqcha yoki kam to'lov bormi? Buni aniqlashtirish kerak. Bunday vaziyatlarda hujjatsiz yurish yaramaydi. Chunki keyin meros, qarindoshlik va to'lov huquqi bo'yicha savollar chiqadi. Endi eng muhim qismga, amaliy qadamlar ro'yxatiga o'tamiz. Men sizga oddiy pensioner nima qilish kerakligini ketma-ket aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 oyda qancha pensiya olganingizni yozib chiqing. Masalan, may oyida 1 million 120 ming, iyunda 1 million 120 ming, iyulda 1 million 180 ming olgan bo'lsangiz, avgustdan keyin qancha tushganini solishtiring. Agar 1 million 265 ming tushsa, demak o'sish ko'ringan bo'lishi mumkin. Agar yana 1 million 180 ming tushsa, sababini tekshirish kerak. Buni xotirada saqlamang, qog'ozga yozing yoki telefoningizga qayd qilib qo'ying. Ikkinchi qadam, bankdan yoki pochta bo'limidan haqiqiy tushumni tekshiring. Kartaga kelgan SMS ba'zan kechikadi. Ba'zan odam noto'g'ri ko'radi. Bankomatdan mini ko'chirma olish, bank ilovasidan tarixni ko'rish, filialdan ma'lumot so'rash mumkin. Pochta orqali olsangiz, berilgan vedomost yoki kvitantsiyadagi summaga qarang. Og'zaki shuncha bo'ldi degan gap bilan cheklanib qolmang. 3-qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilganda aniq savol bering. Nega pulim kam deb umumiy so'rashdan ko'ra. Mening pensiyam 1 avgustdan keyingi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblanganmi? Qayta hisoblangan bo'lsa, hisoblangan summa qancha? Ushlab qolish bormi? Qaysi asosda shuncha belgilangan deb so'rang. Aniq savol aniq javob beradi. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi bo'lsa u, bank kartasi rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik holatida tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat hammaga kerak emas, lekin muammo chiqsa, vaqt yo'qotmaslik uchun asosiylarini tartibga solib qo'yish kerak. 5-qadam, agar stajingiz to'liq hisoblanmagan deb gumon qilsangiz, eski ish joylaringizni sanab chiqing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, korxona nomi nima edi, keyin nomi o'zgarganmi, korxona yopilganmi, arxiv qayerga topshirilgan bo'lishi mumkin. Bularni yozing. Ko'p odam men ishlaganman deydi,
lekin aniq yillarni ayta olmaydi. Pensiya tizimida esa har bir yil hujjat bilan isbotlanishi kerak. 1 yil, 2 yil, ba'zan 5 yil staj qo'shilishi pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. 6-qadam, agar to'lovingiz kamaygan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Indeksatsiyadan keyin pensiya kamayishi odatiy hol emas, lekin ushlab qolish, qayta hisoblash, avval ortiqcha to'langan summani qaytarish. Hujjat muddati tugashi yoki biror to'lov turi bekor bo'lish sabab bo'lishi mumkin. Siz mayli, keyingi oy ko'raman deb yurmang. Bir oy o'tib ketsa, keyin izohlash ham, hujjat yig'ish ham qiyinlashadi. 7-qadam. Yozma murojaatdan foydalaning. Agar og'zaki javobdan qoniqmasangiz, rasmiy yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va murojaat mazmunini aniq yozing. Masalan, mening pensiyam 1 avgustdan keyingi indeksatsiya bo'yicha qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini. Hisob kitob asoslarini va avgust oyi uchun hisoblangan summani yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, javob ham hujjatli bo'ladi. 8-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar bank ilovasini ishlatmaydi, SMS'ni tushunmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Farzandlar bir marta vaqt ajratib, kartani tekshirsa, hujjatlarni papkaga joylasa, pensiya hisob kitobini so'rab bersa, juda katta yordam bo'ladi. Bu faqat pul masalasi emas, bu keksalarning huquqini himoya qilish masalasi. 9-qadam. Rasmiy, noma'lum kanallar. Qo'shining gapi, bozordagi mish-mishlar bilan xulosa qilmang. Rasmiy qarorlar, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, bank va mahalla orqali tasdiqlangan ma'lumotga tayaning. Agar biror joyda hammaning pensiyasi falon summaga chiqdi degan gapni ko'rsangiz, avval bu umumiy foizmi, eng kam miqdormi, alohida nafaqa turimi, qaysi sanadan kuchga kirganini tekshiring. Yana bir muhim masalani aytaman. Ba'zan pensionerlar pensiya miqdorini oshirish uchun vositachi izlaydi. Kimdir men tanish orqali pensiyangizni ko'paytirib beraman deyishi mumkin. Bunday va'dalarga ehtiyot bo'ling. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar, staj, ish haqi, tibbiy xulosa va belgilangan me'yorlar asosida qayta hisoblanadi. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlaydigan hujjat bo'lsa, uni qonuniy tartibda topshiring. Agar hujjat bo'lmasa, pul berib muammo hal qilaman degan odamdan uzoq turing. Oxirida pulingizdan ham, vaqtingizdan ham ayrilishingiz mumkin. Yangi summalarni qanday tushunish kerak? Men buni yana bir nechta hayotiy holat bilan tushuntiraman. Agar bu 900 ming so'm olgan bo'lsa va avgustdan keyin 910 ming so'm olsa, bu 9 ming so'mlik oshish. Agar u kishida dori xarajati oyga 300 ming bo'lsa, bu qo'shimcha xarajatning 3dan 1 qismini yopadi. Agar bir ota 1 million 800 ming so'm olgan bo'lsa va yangi summa 1 million 990 ming bo'lsa, qo'shimcha 1 ming so'm bo'ladi. Bu kommunal to'lov yoki oziq-ovqatning bir qismini qoplaydi. Agar bir nogironlik nafaqasi oluvchi 7,2 ming so'm olgan bo'lsa, yangi miqdor qonunda belgilangan nafaqa oshishiga qarab o'zgaradi. Lekin u kishi albatta tibbiy hujjati amalda ekan tekshirishi kerak. Men bu yerda shartli misollar keltiryapman. Chunki har bir odamning aniq summasi uning shaxsiy pensiya ishiga bog'liq. Lekin hisoblash mantig'i shunday. Avval eski summani biling, keyin farqni hisoblang. Keyin bu farq rasmiy oshirishga mos keladimi yoki yo'qligini tekshiring. Agar mos kelmasa, hujjatli javob oling. Bugungi mavzuda eng asosiy gap shuki. 1 avgustdan keyingi indeksatsiya pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun muhim daromad o'zgarishi hisoblanadi. Lekin har bir odamning yangi summasi bir xil bo'lmaydi. Pensiya turi, eski miqdor, ish staji, hujjatlar, ustamalar, ushlab qolishlar, bank kartasi va to'lov jadvali natijaga ta'sir qiladi. Shuning uchun yangi pul tushishini kutibgina qolmang, uni tekshiring, solishtiring, savol berma va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Men sizlarga tavsiya qilaman. Bugunoq oxirgi pensiya tushumlaringizni ko'rib chiqing. Hujjatlaringizni tartibga keltiring, kartangiz muddatini tekshiring. Yaqinlaringizdagi pensionerlarga ham bu ma'lumotni ayting. Agar sizda menga kam qo'shildi, umuman qo'shilmadi, qaysi hujjat kerak degan savol bo'lsa, izohlarda yozing. Men imkon qadar keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish ko'p oilaning haqqini joyiga qo'yishi mumkin.